Amerika universitetiga 100% grant bilan kirdingiz ham deylik. Endi umuman rasvod qilmay o'qib yuraman deb o'ylaysizmi? Hozir tushuntiraman. Universitetlar 100% grant beradi deganda ko'pincha kontraktingizni nazarda tutishadi. Yotoqxona, ovqat va boshqa kunlik ehtiyojlaringizni esa o'zingiz qoplashingizga to'g'ri keladi. Agar siz birinchi kurs bo'lsangiz, universitet mil planini olishingiz shart bo'ladi va uning o'rtacha narxi esa $2000 dan boshlanadi. Rasvodlaringiz ichida eng qimmati yotoqxona bo'ladi. Birinchi kurs studentlari majburiy 1 yil yotoqxona turishlari kerak. Agar siz 21 yoshdan o'tgan bo'lsangiz, bemalol universitetdan tashqarida ijaraga tursangiz bo'ladi. Yotoqxona narxiga kelsak, sizni bo'yningizga o'rtacha $2200 ilib qo'yishadi. Qiziqarlisi esa bu bitta semestr narxi bo'ladi. Aytgancha, Amerikada odamlar doim health insurance, ya'ni sog'liq sug'urtasi bilan yurishadi. Tabiiyki, siz ham universitetdagi o'sha sug'urtani olishingiz shart. Odatda bunday insurancelar 1 yillik planda olinadi va siz eng arzonini $1000 ga topishingiz mumkin. Albatta, buni narxi universitetlarga qarab o'zgaradi. Mabodo o'qishga ilhomingiz kelib qolsa, kompyuter va o'quv qurollarini ham olgis keladi va bular sizga o'rtacha $450 ga tushadi. Bundan tashqari, kir yuvish mashinalari, printer va vending mashinalariga ham yoningizdan to'laysiz va bular примерно $200 ga borib qoladi. Agar videoni oxirigacha aytgan narxlarni hisoblamagan bo'lsangiz, umumiysini o'zim aytib qo'yaman. Shunaqa Amerikada bir semestr universitetda o'qish sizga taxminan $6850 ga tushar ekan. Amerikada student hayoti haqida videolarni o'tkazib olmaslik uchun sekin obuna bo'lib qo'yaverasiz.